Assalomu alaykum hammaga. Bizda muhim e'lon. Bedana go'sht so'raganlar uchun, bedana xo'rozini so'raganlar uchun bizda aksiya boshlandi. 1-oktyabr kuni Andijondan olib kelgan bedanalarimiz ertaga 31-oktyabr kuni ro'para 30 kunlik bo'ladi. Biz xo'rozlarni sotuvga chiqaramiz. To'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha ko'rsangiz hamma ma'lumotni berib o'taman. Avvalambor aytadigan bo'lsam, bular o'zimning katta makonlarim. Bularni bir oy oldin ro'para 30 kunligida 16 ming so'mdan olib kelganman va bir haftadan keyin 37 kunlikdan boshlab tuxum kirishga boshlagan. Bu yoqda esa o'zimni o'sha jo'jalarni katta qilganlarim 30 kunlik jo'jalar. Bu makonlar xudo xohlasa hafta 10 kunda tuxumga kiradi deb umid qilamiz. O'zim katta qilgan makonlar. Demak, nima qilmoqchiman? Men bu xo'rozlarni boqqandan ko'ra, men bularni tan narxida bo'lsa ham sotib olib, mana shularning puridan foydalanmoqchiman. Bularning tan narxi bir oy davomida yem-yeb boqqanman, Andijondan olib keltirganman. 8 talam chiqqan, adashmasam cho'g'lanmalar bir oy davomida tinimsiz yongan, oralarda qanchagina qat'iy bo'lgan, o'limlar bo'lgan. Xullas qalom tan narxi 10 ming so'mga yaqinroq chiqqani uchun men bu xo'rozlarni 10 ming so'mdan sotuvga chiqarmoqchiman. Bu jo'jalarni katta qilishdan maqsad o'zi, boya aytganimdek bularni 30 kunligida 16 ming so'mdan olgan bo'lsam, endi bu makonlar menga 30 kunligida 16 ming so'm emas, 10 ming so'mga tushyapti. Shuning uchun boya aytganimdek xo'rozlarimni tan narxida bo'lsa ham sotib olmoqchiman-da. Bularning pullarini boshqatdan javob beramanmi? Xullas qalom ishlatmoqchiman. Demak, bu xo'rozlarni kattaligini ko'radigan bo'lsak, ichidan tavakkal bittasini ishlaymiz. Kattaligi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Kattaligi. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol uyga kelib, o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib kattaligini, ma'qul keladigan bo'lsa olib ketib, ma'qul kelmaydigan bo'lsa, bemalol hech qanday noqulayliklarsiz kutsalaringiz ham bo'ladi. Endi buni agar bular xudo xohlasa 1-2 kunda chiqarish arafasida, 1-2 kunda hammasi patalab chiqarish boshlaydi. Agar so'yishga sal kichkinalik qiladimikan deb o'ylagan bo'lsalaringiz, mabodo bularni 2 hafta, 15 kun boqadigan bo'lsa, eng semirgan paytiga keladi. Ajoyib go'sht chiqadi. Hozir so'ysa ham bo'ladi. Qiziqishga hech bo'lmasa 10-15 ta sho'rvaga yoki kartoshka bilan bosgan qozonga bosib ko'rish kerak o'rtamini. Bu 10 ming so'mlik narximiz. Yaqin 2-3 kun oralig'ida 10 ming so'm narxi. Agar 2-3 kundan keyin keladigan bo'lsangiz, narxi o'zgarib qolishi mumkin. Chunki bu 300 ta xo'roz kun sari transporti bor o'zgarishi. Bular ancha yeydi kuniga 300 ta. Bitta uncha ko'p emas mumkin, lekin 300 tani keyin normal summa bo'lib qoladi. Aksiyamiz shu 10 ming so'mdan bedana xo'rozlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'lingizlar.